Instagramda portlatgan qiz haqida gaplashamiz. Jigarlar bir hafta oldin Moskvaga Ummon keldi. Ummonda konserti bo'ldi. Men o'zim lishni borganim yo'q, lekin do'stlarim bordi, taklif qilishdi, borganim yo'q. Men Ummonda muxlisi bo'lmaganligim uchun bormadim. Va shu yerda Instagramda videolari millionlab prosmotrga ega bo'lgan, ya'ni Instagramda portlatib yuborgan bitta qiz haqida gapirmoqchiman. Bu videoda bitta ko'ring. Do'stlar, bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bu qiz konsertga borgan, konsertga borib turib, konsertda o'zini shu telefonini yoqib turib, baqirib qo'shiq aytgan, ya'ni. Endi bu yerda hozir hamma blogerlar chiqib olib, har xil negativlarni yog'dirib tashlashyapti mana shu qiz ustidan. Nimaga borasan konsertga, qo'shiq aytishni bilmasang nega aytasan? Bir odamda действиясidan kamchilik qidiraman desanglar, liboy odamda kamchilik bo'ladi. Har birimizda kamchilik bor jigarlar. Shuning uchun iloji boricha biron bir kishiga qaraganda uni maksimal darajada yaxshi tomonlarini ko'rishga harakat qilish kerak. Mana shu qizga meni videoim yetib boradigan bo'lsa, sizga qarata aytilayotgan negativlarga hech ham e'tibor bermay, o'z hayotingizda yashashda davom eting. Bularga prosta negativlarni prosta ignor qilib qo'ying.